Ajoyib xushxabar! Endi pensionerlarga Hayit bayrami munosabati bilan $110 beriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Pensionerlarga Hayit bayrami sababli $110 bayram puli beriladi. Turkiyada Ramazon munosabati bilan pensionerlarga bir martalik hayitlik beriladi. Ushbu mukofot ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash va bayram shukuhini ulashish maqsadida berilmoqda. Abdulloh Gulyar tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yildan buyon pensionerlarga bayram mukofoti sifatida $110 to'lab kelinmoqda. Ushbu an'ana bu yil ham davom etadi va barcha nafaqa oluvchilar belgilangan miqdorda bayram puli olishlari mumkin, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.